Assalomu alaykum azizlar. Bugun yana bir ulug' ayyom, ya'ni ustoz va murabbiylar kuni. Ushbu ulug' ayyom bilan barcha ustozlarimizni biz uchun jon koyitgan, yoniga olib, o'zida bor bilimlarni ayamasdan o'rgatgan barcha ustozlarimizni chin qalbimdan tabriklayman va eslab o'tishim joiz bo'lgan yana bir inson Sharifjon akam Madmurodov meni 4-5 yoshimdan to hozirgi kungacha o'zlarini maslahatlarini ayamasdan ancha narsalarni o'rgatib, mana shu yutuqlarimizga sababchi bo'lgan insonlardan bittasi. Qolaversa, Ubaydulla Saydullaxon aka juda ham yuzlab, minglab shogirdlarning ustozi. Shular qatori biz ham ularning shogirdlaridan birimiz. Va barcha qaysiki san'atkorlarni, qaysiki ustozlarni bir dona bo'lsa ham qo'shiqlarini ijro qilgan bo'lsak, ijro qilayotgan bo'lsak, barchalarini ustoz deb bilamiz. Maktabda, oliygohlarda bizga ta'lim bergan ustozlarimiz bor. Barchalariga minnatdorlik bildiramiz, bayramlari bilan tabriklaymiz. Iloyim umrlari ziyoda bo'lsin. Tanajonlari sog' bo'lsin, yuzladan ochib yurishsin barchalari. Bilamizki, shularni duosi bilan, shularni o'rgatgan o'sha ta'lim tarbiyalari bilan el yurt nazarida ozmi ko'pmi mana xizmatlarni qilib kelyapmiz. Buning uchun ham alohida rahmat aytamiz. Tan joningiz sog' bo'lsin, doim sog' salomat bo'linglar.